Hoy ahmoq, seni yanchib tashlayman. Ducho, tashqariga chiq. Lin Chuan, o'ylasang-chi. Menda Suyan Jao bor. Sen buni shunday deb o'ylaysanmi? Sen o'zing bilan juda faxrlanasan. O'g'limdan qo'lingni ol. Ota. Siz keldingizmi? Yong'oqmi? Buning uchun yuguring. O'g'limni qo'yib yubor yoki bo'lmasa uni hoziroq o'ldiraman. Siz meni jur'at qila olmayman deb o'ylaysizmi? Duchou, mening sabrim tugayapti. Men faqat 10 gacha sanayman. Suyan Jao'ni qo'yib yuborasiz yoki men o'g'lingizni narigi dunyoga yuboraman. Bu bola men bilan kurashdi. Mendan kam emas. U hech bo'lmaganda samoviy olamda. Seni qadrladim. Buni unuting. Meni sabr toqatim tugadi. Duding Chao, meni ayblama. Qutqarmaga otangni aybla. Agar menga tegishga jur'at etma. Qutqarmaga otangni aybla. Agar menga tegishga jur'at etsang, duolasi seni o'ldiradi. Ishonchim komillikka o'lasan. Lin Shuang, o'zingizni qanday his qilayotganingizni tushunaman. Hayotingizda ko'p ishingiz shart emas. Bu yerdan chiqing. Ayni paytda buni sen uchun qilyapman. Ammo bir vaqtning o'zida men buni oilam uchun qilyapman. O'g'lim! Barchangiz uni tuting. Men uni o'ldiraman. Uni o'ldirganga oilasining boyligini yarmini beraman. Yana nima qila olasiz? Davom etishingiz mumkin. Yana nima qila olasiz? Davom etishingiz mumkin. Men uni o'ldiraman. Undan o'g'lim uchun qasos olaman. Ustoz, ehtiyot bo'ling. Men sizga yo'lingiz borligidan xursandman. Siz uchun juda yaxshi. Sen nima deyapsan, ahmoq? Otanam uchun qasos olaman. Barchasi oilam uchun. Zaharni kuchi hali ketmabdi. Uni bostirish uchun ichki kuchimizga tayanishimiz kerak. Bunday bora olmayman. Men yaxshiman. Sen hali ham yaxshi gapiryapsanmi? 10 yil oldin men allaqachon tug'ma olamdan tark etganman. Endi faqat tug'ma olamga kirding. Sen meni orqali kirgansan va sen urushimga dosh bera olmaysan. Menga bos emassan. Agar Do'tmog'i va uning to'dasini olib kelsang, men biroz tirik qolishim mumkin edi. Hozir esa barchasi uchun javob berishing kerak. Su va Tianin uni topshirishi mumkin. Uni qo'yib yuboring. O'g'lim allaqachon o'ldi. Endi baribir kech bo'ldi. Bu qonni tupurishning yaxshi usuli. Juda yaxshi. Zaharni yo'q qilish uchun hech qanday imkoniyat bo'lmagan edi. Men nihoyat undan qutuldim. Endi nihoyat, endi meni kuchimni ketkazishim shart emas.
Nima? Bu bo'lishi mumkin emas. Sen tug'ma olamning xudosimisan? Men umrim davomida mashq qildim. Hali ham sen tug'ma olamdasan. Yutqazding. Mumkin emas. Men Shanxay shohiman. 我才是后海市的天。 Bunga ruxsat bermayman. Mendan boshqa hech kim kuchli bo'lishga ruxsat bermayman. Sen kimsan? Sen o'zi kimsan? 究竟是什么人？ Lin 15年前， 15 yil oldin o'zingiz ozod qilgan o'g'ilman. Sizning o'g'lingiz. 林霜， Sen? 你是 Sen Lin oilasining yetimisan. 家的那个遗孤。 O'sha paytda siz ota-onamga murojaat qildingiz. Va Lin oilasining o'zidan ortiq a'zosi siz o'ldirgan edingiz. Siz bugun bu yerda bo'lasiz deb o'ylaganmidingiz? Yo'q, yo'q. Mumkin emas. Bu mumkin emas. Lin oilasi o'lgan. Qanday qilib tiriksan? 还活着。 Du oilasidan nafratlanaman. 还真是一脉相承。 Siz otamning ishini oldingiz va o'g'lini o'g'irladingiz. 抢我老婆的成功， Vaqti kelib, mana qasos oldim. Men juda ko'p yillar davomida juda ko'p ishladim. So'ngida, lekin hech narsa bo'lmadi. 场空了。 Hammasi hech narsa uchun. Bu Shanxayni yengilash vaqti keldi. Sadi, 苏打， meni eslaysanmi? Unutgan bo'lishing mumkin. Aslida biz bolaligimizda uchrashganmiz. Pishiriqni hali ham pishirishni istaysanmi? Men bugun qo'g'irchoqni olib keldim. U muz kubidir. Men onam kabi bo'laman. Yaxshi, sen xohlagan narsani qilaman, doim himoya qilaman. Men ulg'ayganimda sizga turmushga chiqaman. 嫁给你。 Sadi, 小苏打， senga nima bo'ldi? Muz kublari. 尽快哥哥。 Siz hali javob bermadingiz. 还没有回答我呢。 A? Nima? 什么？ Siz tayyormisiz? Qolgan hayotingizda meni himoya qila olasizmi? Drama Uskuna.ru saytiga maxsus Space TV'da ovozlashtirildi. Ovoz berishda Nura va Abdurahmon ishtirok etishdi. Bizni kuzatib boring, juda ham hali bunday dramalar ko'p bo'ladi. Ha, aytgancha, obuda ham bo'lib qo'ying.